Tana siydikni qanday ishlab chiqaradi? Buyraklarda qonni filtrlash, foydali moddalarni qayta singdirish va keraksiz tarkibiy qismlarni ajralishi orqali siydik, ya'ni peshob ishlab chiqariladi. Birinchidan, qon nefronlarda filtrlanadi va bir lamchi siydikni hosil qiladi. Keyin undan kerakli moddalar qaytariladi va ortiqcha chiqindilar qo'shilib, ikki lamchi siydik hosil qiladi. Bu siydik buyraklardan siydik yo'llar orqali siydik puvagiga, keyin esa siydik yo'llar orqali tashqariga chiqariladi. Ko'pchilik vaqtida tashqariga chiqmaydi, ya'ni tahoratini cho'zish uchun siydikni ushlab turadi. Lekin bu odat organizm uchun juda xavflidir. Chunki siydikni ushlab turish siydik puvagining kengayishiga, buyrak shikastlanishiga, siydik yo'llari infeksiyalarga va hattoki o'tkir siydik tutilishi kabi xavfli oqibatlarga olib keladi. Natijada jarrohlik amaliyoti qo'llanishga majbur bo'ladi. Bu videoni siydigini doimo ushlab turadigan tanishlarga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.